Sinfdoshlar qalaysizlar? Hozir bitta odamni ko'rsataman, hayron qolasizlar. Butun sinfdagi hamma u qizni yaxshi ko'rgan. Zarina sinfdoshimizni ko'rib qoldi. Qalaysizlar sinfdoshlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bormisizlar? Yo'q bo'lib ketdinglar. Sog' bo'linglar. Yo, Zarina, yo. Zari. Qalay ishlar? Salom aytib qo'y Zarinaga. O'zgarmabdi. Ye, Zarina yo. Zari, qalaysan? Oybek, sen yaxshimisan? Ye? Ona Zarina yo. Ha, Zari. Yaxshimisan? Ha, Oybek qalaysan? Ha bolalar, Zarina ham hayot o'xshamabdi. Bir yangi yilga o'tirmaymizmi deyapti. Ano ish-pish bo'lsa, men ham ishlardim, bolalarda yo'qmikin u bu ish deyapti. Ha, o'tiraveramiz yangi yilga. Anaqa. Nima bo'lsa, Zarina nomerini tashlab olgin. Ha, ish bor edi. Как раз kerak edi. Shunga iltimos, tezroq tashlab ol. Ish qidiryaptim. Farqi yo'q, o'tirsak o'tiraveramiz. Anaqaga ber. Zariga ber nomerimni, yozib olsin Telegramdan. Kakirasiz o'zi. Voy, yomon bo'pti-da, hayot o'xshamagani. Ammo o'tiramiz, o'tiramiz. Qayerda o'tiribsizlar? Ketyapman-da. Tezroq o'tiraylik. Turaveramiz ham o'tirmasak. Ye, yo'ldoshim ajrashdimi? Nomerini tashlanglar, mana maktabda ish bor. Oybek, tashlab ol nomerini, sovuqda turibman. Odam emas ekansizlar. Zarinani hayoti yaxshi ekan, baxtli bo'lsin. Prosta grupani jonlantirish uchun tashladim. Sinf rahbarimiz ham yozib yubordi. Gap yo'q. Sinfdoshlar, yangi yilga bir o'tiraylik endi. Hey sinfdosh, hey